Assalomu alaykum. Sizlar bilan va nihoyat navbatdagi Sigi 53 darsimizga ham yetib keldik. Bugun endi grafik qismini o'rganib chiqamiz. Mavzuni ko'rib turgan bo'lsanglar, yozilgan Grebe Solmyohagi, ya'ni grafikni tushuntirish. Ko'rib chiqamiz, qanaqa grafik turlari bor. Ya'ni biz zina ko'tarilyapmiz va shuning uchun ketma-ketlikda Sigi Modern God kitobi bo'yicha o'rganamiz. Mavzular ketma-ketligi bo'yicha. Chundohagi, ya'ni tayyorgarlik qismidan boshlaymiz. Chongnu qismidan boshlaymiz. Ya'ni turlari, grepi chongnu. Grafik turlari. Qanaqa grafik tushishi mumkin? Birinchi o'tadigan mavzuyimiz. Yuqoridagi birinchi grafikimiz ko'rib turgan bo'lsanglar, bu gorizontal grafik hisoblanadi, chiziqli grafik. Ya'ni gorizontal degani eniga ko'rsatilgan grafiklar hisoblanadi. Ko'p tushadi bu grafiklar. Ikkinchisi esa buni sherigi hisoblanadi. Bu vertikal, ya'ni uzunasiga tushadigan grafik turi hisoblanadi. Bular keng foydalaniladi. Aytganimizdek, 3-qismdagi rasmdagi grafikimiz bu chiziqli, son grepi, ya'ni chiziqlar orqali ko'rsatib beriladi. Ko'rotgan yurak urishiga o'xshaydi xuddi. Tushish, ko'tarilish, ya'ni chiziq orqali ko'rsatib beriladigan grafik hisoblanadi. Bizda o'zi umumiy 6 ta, navbatdagi 3 tasini ko'rib chiqamiz. 4-da on grep hisoblanadi. Ya'ni doira grafik hisoblanadi. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita o'zi doira grafik bor. 4 hamda 5 bular doira grafik hisoblanadi. Faqat farqi ko'rinishda ozgina farqi bor ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu ozgina boshqacha, pitsa bo'lagiga o'xshaydi. Bu teshik kulchaga o'xshaydi ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda ham shu foiz ko'rsatkichlar ketma-ketlikda ko'rsatilgan, bu yerda ham xuddi shu foiz ko'rsatkichlari ketma-ketlikda ko'rsatilgan bo'ladi. Va oxirgi 6-grafikimiz hangul grafik hisoblanadi. Tomchi grafik desak ham bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tomchi ko'rinishda ko'rsatilgan yillar foiz ko'rsatkichlari bo'ladi, shu asosida topiladi. Bizda umumiy 53 sigida faqat mana shu ekranni kattalashtirdim. 6 ta grafik turi bor. 6 xil grafik tushadi. Bu shablon emas, bu tushadigan grafiklar. Bilib olinglar, 6 xil grafik. Gorizontal har xil bo'lishi mumkin. Vertikal har xil bo'lishi mumkin, lekin asos shu bo'ladi. Chiziqli grafik ham faqat ko'tarilishi mumkin, faqat tushishi mumkin. Lekin asos chiziqli grafik bo'ladi. Bunda ham xuddi shu asos shular hisoblanadi. Shulardan kelib chiqib, sal o'zgartirish kiritib, boshqacharoq tuslab, nima deydi, dizayn o'zgartirib ko'rsatish mumkin. Lekin asosda shu 6 ta grafik turi bor. Bo'ldi, shu 6 ta grafikdan foydalanib, biz to'g'ri javoblar topishimiz kerak bo'ladi sizlar bilan. Bu yerda shu 6 ta grafik bo'yicha ko'rayotgan bo'lsanglar, mavzular ko'rsatib qo'yilgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya'ni shu 6 ta grafikka. Cho'sa, cho'ja solmayagi, ya'ni tadqiqot mavzusini tushuntirish. Bu yerda qaysi anaqalardan foydalanish mumkin, shular haqida gap ketyapti. Ingu Pyonwa sirazi tarjima qilib keta qolaman, vaqt ketkazmaslik uchun. Aholi o'zgarishi. Bu yerda nimadan foydalansa bo'ladi, yoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Ingu Pyonwae tehe solmun cho'sarilishi hetta desa bo'ladi yoki solmun tashab ketsa bo'ladi. Solmun qachon tashab ketiladi? Bu уже anchadan beri sizga yozib yurganlar biladiki, oxiriga borib katta yetmay qolish imkoniyati katta bo'lishi mumkin ularda. O'sha paytda solmun cho'sa qisqartiriladigan joylarni ko'pincha qisqartirib ketiladi. Lekin endi boshlagan odam iloji boricha katak muhim rol o'ynaydi. Chunki 200-300 bo'g'in orasiga sig'dirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun har biridan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni aholining o'zgarishi bo'yicha so'rov o'tkazildi deyapti. Ikkinchisi ayril koknovaya hananka. Bu yerda farzand tug'ish kerakmi degan, shartmi degan savol qo'yilyapti. Bilamizki, bu savollar Koreyani tuzumidan kelib chiqib beriladi. Chunki ayrim savollar bor, O'zbekistonga sal g'alatiroq tuyulishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tushuning, biz savollarni koreys bo'lib, koreys ko'zi nigohida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bunga javoban aytayaptiki, farzand bo'lish kerakmi, yo'qmi, so'rovnoma o'tkazildi deyapti. Keyingisida bizda 3-chisida qachon o'zingizni eng yolg'iz his qilasiz? Tipi mavzu berilyapti. Unga javoban biz odamlar qachon
eng yolg'iz his qilishlari haqida so'rov o'tkazdik. Mavzusida anaqa beryapti. Keyingisi 4-chisida qanday dam olish tadbirlari bilan shug'ullanasiz? Ya'ni qanaqa anaqalar bilan, ko'ngilli faoliyatlar bilan shug'ullanasiz? Odamlar bo'sh vaqtini qanday o'tkazish haqida so'rov o'tkazildi, misol uchun. 5-chisi ko'radigan bo'lsak, nima uchun ish topish qiynalyapsiz? Yordam bo'ladigan qanaqadir sabablar bormi? Shuni ochib berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda nima deyapti? Biz ish topishda qiyinchilikka duch kelish sabablari bo'yicha so'rov o'tkazdik deyapti. Va oxirgisida hali ham ya'ni ish joyini o'zgartirganda nimadan ko'proq tashvishlanasiz? Ya'ni ish anaqani o'zgartirgan paytda nimadan ko'proq xavotirlanasiz? Ko'kcho'g'ada turibdi. Ish joyini almashtirishda siz eng ko'p tashvishlanadigan narsa haqida so'rov o'tkazildi. Shunga o'xshagan mavzular joyida ko'rayotgan bo'lsanglar, biz o'zi kirish qismini o'tdik. Birinchi o'zi qachon ishlashyapti, bular haqida to'liq ma'lumotni bundan oldingi videoda ko'rishingiz mumkin. Mana bu vazifalar berilgan edi. Kirish qismi maqsadi bo'lsa, maqsadi bo'lmasa qanaqa to'ldiriladi, kirish qismlarini sizlar bilan tanishib chiqqan edik. Bu o'shaga to'ldiruv chiqib ko'rsatib ketilyapti. Keling endi bu yerda Yonsub Munje bor ekan, mashqlarni bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisida aytyapti Munva Huaydonga. Munva bu bilamizki, madaniy faoliyat haqida ketyapti. 34%. Eng birinchi, ya'ni shu grafikdami, yoki chiziqli grafikmi, bunaqa grafikmi, tomchili grafikmi? Eng birinchisini tushuntirayotganda mana birinchi o'rin deb yozib qo'ygan. Quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Hammasi to'g'ri, xato emas ko'rayotgan bo'lsanglar. Ya'ni mana 34% yoki 34%, yana bu yerda 34% javob berishdi. Xullas, shu hammasini ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi, ya'ni eng katta foizni tushuntirayotganda va yakunini xuddi shunaqa yakunlasangiz bo'ladi. Qajang mannatda, nopatda, qajang nopga natanatda, iveril chajihetta. Ya'ni shu asosida birinchi eng katta o'rin olgan foiz ko'rsatkichini olganini tushuntirsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa bu yerda aso yukyonga ham turibdi. Sabab ifodalab, pulim yo'qligi uchun deb turibdi. 25% bilan ikkinchi o'rin olganlar ko'rayotgan bo'lsangiz. Toni Obsosoga 25%, Toni Obsosoga 25%. Keyin qo'shtirnoqlarga ham e'tibor qaratinglar. Bunda bor, bunda yo'q. Qo'shtirnoq bilamiz, ya'ni alohida anaqa oladi, qo'shtirnoqsiz yozsa ham bo'ladi. Toni Obsosor hanon intabi, bu yerda ham shu mana. I pastda ham xuddi shu. Ya'ni xohlaganingizni ishlatsangiz bo'ladi. Va yakunni qanday yakunlatsa bo'ladi? Xuddi shu ko'rinishda, ya'ni ikkinchi jadvalni, ya'ni eng ko'p foiz olgan ikkinchi o'rinni tushuntirayotganingizda xuddi shunaqa yakunlasangiz bo'ladi. To'pponcharo mannatda ikkinchi bo'lib eng ko'p deyapti. Twitter deyapti, orqasidan bog'lanib kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi shuni ishlatsangiz bo'ladi. 3-chisi Ilril Vihe. Bu yerda Kongangil Vihe, bu yerda aytyapti Samship Myong Majimak. Ya'ni va nihoyat so'ngida deyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sog'liq uchun deyapti 30 kishi. Endi ko'rib chiqamiz. 3-o'rinni nima deb tushuntirsa bo'ladi? Shu ko'rinishda va ko'pincha biz bilamizki, 3-chi bu oxirgi o'rin bo'ladi. Va shu asosida yakunlasak bo'ladi. Yakunlarni qajang najatda, qajang nakka nattanatta, qajang najin go'soro, yana ketdi, cho'satayapti. Yana boshqacha uslubi bor. Oddiy, ya'ni ta bilan, ya'ni so'zuvchi bilan ko'rsatib beradi. Tinsanil kanda. Bu yerda 3-o'rin bu yerda yana tushuntirilyapti shu asosida va mana bundoq qilib, ya'ni samviril chajihetta deb yakunlasangiz bo'ladi. 5-chisi ko'rib turganimizdek, bu yerda nimaga e'tibor qaratsa bo'ladi? Ya'ni grammatikalar, narago, temune, ilte, bu qiyin grammatikalardan foydalanib tuzadiganlar qismi hisoblanadi. Game haniraga yoki gemil hanira anaqani ochdik, qo'shtirnoq ranin tabiiy, ya'ni shunga o'xshagan narsalarni ishlatsak bo'ladi. Lekin bu endi kirayotganlar uchun juda qiyinroq bo'lib qoladi. Ya'ni bu grammatikalardan foydalanib tuzish ancha qiyinroq bo'lib qoladi biz uchun. Keyin yana e'tibor qaratadigan qismimiz bor. Chajihettadan oldin doim ilril grammatikasi kelishi kerak. Ya'ni ilril chajihetta, ya'ni hada bo'lib ko'rsatib berilgan. Lekin biz iga bilan chajihettani ishlata olmaymiz, chajihadani.
ya'ni iga hech qachon kelmaydi, bilib olinglar. Yoki innin go'siro natta deyishimiz mumkin, lekin innin go'sil natta deb ishlatsak, bu juda ham qo'pol xato bo'ladi. Shularga e'tibor qarating. Bu hozir tepada o'tganlarimiz bular unaqa shablon emas, bu qisman tushuntirishida. Chunki biz hozir hali pastda o'tayotgan paytimiz umumiy shablonlarga to'xtalib o'tib ketamiz hali. Dars vaqti chegaralangan, shuning uchun keyingi darsda biz siz bilan navbatdagi grafik, neyong, solmyon hagi qismini boshlaymiz. Grafik mazmunini tushuntirishcha. Bugungi darsimiz shu yerda yakunlanadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.